Hammaga salom. Bugun biz past simple tense mavzusini batafsil o'rganib olamiz. Do'stlar, oxirgi yangiliklardan quruq qolmaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Havola video ostida. Biz esa darsimizni boshlaymiz. Demak, past simple bu o'tgan oddiy zamon. O'tgan zamonda sodir bo'lgan voqea va holatlarni ifodalash uchun past simple zamonidan foydalanamiz. Masalan, I ate an apple yesterday. Men kecha olma yedim. Qaysi holatlarda past simple zamonini ishlatamiz? Demak, birinchi holat o'tgan zamonda boshlanib, aniq vaqtda tugallangan ish-harakatlar uchun. E'tibor bering, men aniq vaqt dedim. Masalan, I visited London last year. Men o'tgan yili Londonga bordim. Bu gapda last year iborasi aniq vaqtni belgilaydi. Agar gapimizda vaqtni belgilovchi so'z yoki ibora bo'lmasa, unda gapimiz present perfect zamoniga o'tib ketishi mumkin. Ikkinchi holat. O'tgan zamonda qayta sodir bo'lgan harakatlar uchun. Misolda ko'ramiz: When I was a child, I went to school every day. Men bolaligimda maktabga har kuni borardim. Agar biz o'tgan zamonda bir nechta harakat haqida gapirsak, past simple zamoni bizga yordam beradi. Misol uchun, Yesterday I woke up, had breakfast and went to school. Men kecha uyg'onib nonushta qildim va maktabga ketdim. Endi esa past simple zamonining yasalish formulasiga to'xtalib o'tamiz. Men darak shaklidan boshlayman. Demak, formulamiz quyidagicha: subject plus verb to plus object. Agar kim bilmasa, verb to bu fe'lning ikkinchi shakli. Bilamizki, ingliz tilida fe'llar ikki guruhga bo'linadi: regular va irregular verbs. To'g'ri va noto'g'ri fe'llar. Ushbu mavzu bo'yicha kanalimizda video bor. Tepadagi havola orqali o'tib, videoni ko'rib oling. Demak, agar fe'limiz regular, ya'ni to'g'ri bo'lsa, uning oxiriga ed yoki ied qo'shimchalarini qo'yamiz. Misol uchun, play fe'li o'tgan zamonda played bo'ladi. Walk fe'li walked deyiladi. Study fe'li studied deyiladi. Agar fe'limiz irregular, ya'ni noto'g'ri bo'lsa, unda maxsus jadvalga qaraymiz. Noto'g'ri fe'llarni o'tgan zamonda yozganimizda ularning yozilishi butunlay o'zgarishi mumkin. Misol uchun, go, went, see, saw. Past simple ning darak shakliga bir nechta misol keltiramiz. I saw a cat last week. Men o'tgan hafta mushukni ko'rdim. She played football yesterday. U kecha futbol o'ynadi. We visited Samarkand in 2022. Biz 2022-yil Samarqandga bordik. Endi inkor gap tuzamiz. Buning uchun bizga did yordamchi fe'li kerak bo'ladi. Formulamiz quyidagicha: subject plus did plus not plus verb plus object. E'tibor bering, men formulada verb to emas, verb yozdim. Hozir sababini bilib olasiz. I did not go to school. Men maktabga bormadim. Bu gapda bizning fe'limiz, ya'ni go so'zi went shaklida emas, go bo'lib kelgan. Chunki gapimizda did kelsa, fe'limiz boshlang'ich shaklida yoziladi. Buni eslab qoling. So'roq gap tuzmoqchi bo'lsak, did yordamchi fe'lni gapning boshiga chiqaramiz. Formulamiz quyidagicha: did plus subject plus verb plus object. Misol uchun, did you watch the video? Sen videoni ko'rdingmi? Darvoqe do'stlar, biz did not ni qisqartirib didn't desak bo'ladi. Siz albatta so'raysiz, kalit so'zlarchi, ular bormi? Albatta, har bir zamonning o'z kalit so'zlari mavjud. Past simple da yesterday, kecha, last week, o'tgan hafta, in 2021, 2021-yilda kabi so'z va iboralar ishlatiladi. Bugungi darsimiz shu bilan yakunlandi. Umid qilamizki, bu ma'lumot sizga foydali bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Xayr, salomat bo'ling.